Assalomu alaykum. Avtoobzor kanali obunachilari. Obunachilar, ekranga yaqinroq o'tirib olamiz. Sizlar uchun pul topar zil topib qo'ydim. Holatlari yaxshi. Yili 1982-yil. Dehqonni o'zidan kraskalari polni osvejit. Ballonlar yaxshi holatda. Gaz ballonlari bor. Ramalarida ulangan, kesilgan, suvarka bo'lgan joylari yo'q. Orqadan ko'rinishlari. Isuzuga o'xshatib ustini tent qilib qo'yishgan ekan. Mashina yaxshi holatda, minishga tayyor, ishi yo'g'idan. Ko'rsalar bular yon ko'rinishlari. Xo'p, endi motor taraf. Ballonlar 80% yaxshi holatda. Motorlarni ko'rsalar bo'ladi, yog' yemaydi, yaxshi holatda. Motor hadavoy umuman ish yo'q deyishyapti dehqonni o'zidan. Narxi 95 million kami bor. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilib olishlari mumkin.